Chia urug'i. Chia bu Hindiston va Meksikada o'sadigan Salvia hispanica degan o'simlikning urug'i hisoblanib, qadimdan tabobatda juda ham yaxshi ishlatiladi va dorivor sifatida ham ishlatilar ekan. Buning tarkibida albatta omega 3 va 6 bo'lganligi uchun yurak faoliyatini yaxshilab, qon aylanishini yaxshilab beradi. Proteini bo'lganligi uchun mushak sistemasiga yaxshi ta'sir qiladi. Tarkibida minerallar, kaliy, kalsiy, magniy, fosfor bo'lganligi uchun suyak, tayanch, harakat sistemasi kasalliklarida ham yaxshi ishlatamiz. Undan tashqari dietik tolasi bo'lganligi uchun hazm protsessini, qabziyatni normallashtirib beruvchi, oshqozon, ichak muammolarini faollashtirib beruvchi tabobat giyohi hisoblanar ekan. Va qarishni sekinlashtirib beradi. Albatta, insulinni normaga keltirib berish evaziga ozish protsessida hozirgi kunda eng aktual giyohlardan bittasi hisoblanadi. Buni o'zim ham sevib iste'mol qilaman. Buni qanday ichiladi, qanaqa ichiladi? Bular haqida siz kommentariyada chia so'zini qoldirsangiz, sizga to'liq ma'lumotlarni beraman. Obuna bo'lishni unutmang, kuzatishda davom eting.